Men sizga bloger emasman. Rasmiy ommaviy axborot vositasi xodimiman. Men kiraman. Senzuraga yo'l qilishga sizlarning haqqinglar yo'q bizga. Axborot ochiqmi? Ochiq axborot olishimiz shart bizga. Majbur. Bu yerda, aka, bu yerda bomba yo'q. Lekin mana bular yig'labdi. Yalg'ondan nima gaplarni yozib o'tadi. 7 sumka prezidentga borganman. Bu yerda granata yo'q aka. Tekshirasiz, mana kamera. Hech qayerda sizlar ogohlantiruvchi belgi qo'ymagansizlar-chi. Hop. Davlatimiz uchun jonimizni berishga tutilsa-ki. Sizdan ham ko'ra men tayyorman. Agar shu yerga xalq kelsa, sizdan oldin yugurib chiqaman o'zimni men qo'yishga o'shalarni. Ko'krogin. Tushunyapsizmi? Siz chunki qonunga bo'ysunmagan odamdan men ishonchim ham yo'q sizga nisbatan. Yo'q. Nima uchun qonunga bo'ysunmaysiz? Nimaga konstitutsiyamiz bo'lmasam ishlamayapti? Qanaqa qonun bu? Qo'shmaydi hech kim. Mana shu uydan yugurib yuribman. Pepes Murod degani mana haqli qilib, mana 4 ta farzandim bor. Sharoitim og'ir. Ana shu ayollar to'xonada yashayman. Pepes Murod kerak. 4 ta bacham mana Toshkent vazirligiga borib keldim. Yosh ona bo'lishimizga qaramasdan 7 oydan beri chaqalog'im bilan ko'chama-ko'cha, sudma-sud prokuraturaga ishlarga yugurib yuraman. Qo'lda tayyor kadastr bilan, nomiga o'tgan kadastr bilan, demak kirib kelyapti-da va kelyapti, eshigim uyni bo'shatib qo'yishni. Sizdan uyni bo'shatib qo'yishni talab qilyapti. Prokuror bo'lsa, bu degani bilan oddiy fuqaroni ishini yopib yorish, lekin boshqaga uylarni sotib yorish degani emas. Samandar Otabek qidiruvda bo'lsa, kim menga tahdid qilyapti? Siz kadastr qilish uchun davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv portal orqali murojaat qilishingiz kerak. 535 ga asosan deb javob beramiz. Hozir imkoniyati sizda bor, kimgadir aytsangiz, bu hozirda taqiqda yoki yo'qligini tekshirish imkoniyati bormi sizda? Buni taqiq qo'yilgan. Qo'yilmagan taqiq yo'q. Aka, kirgizmaysizlarmi sani? Aka, sizlar kirgizmaymiz deyotganimiz yo'q. Hop, kiring. O'tkazib oching. Kamera bilan kirgizmaysizmi? Nima o'zini? Kimdan so'raymiz? Oliy qomusimiz turganda. Men tushunmayapman shuni. Gen prokurordan so'raylikman. Hozir rahbardan so'rayman. Qaysi rahbardan? Oliy qomusimiz deyapman. Konstitutsiyamiz qayerda qolyapti rahbardan so'rasak? Kamera bilan kiramiz. Buni yeb qo'ymaydi aka. Qurolimiz kimdan qo'rqiladi? Kim aytdi? Bo'ridanmi? Xalqdanmi? Kimdan qo'rqilinadi? Qo'rqmadi, Abid aka bu. Антикоррупция.